Hazrati Umarga xotinidan shikoyat qilgani kelgan odam. Hazrati Umarning xalifaligi davrida bir odam Shaddod xotinining turli janjallari, baqirib chaqirishlaridan shikoyat qilgani keldi. Bu odam Hazrati Umarning eshigi oldiga kelganida qulog'iga bir xotinning qattiq ovozi keldi. Bir oz taraddudda qoldi, quloqlariga ishonmadi. Qanday ham ishonsin? Hazrati Umarning ayoli, o'zining xojasi, eri Hazrati Umarga baqirib chaqirmoqda. Hazrati Umar esa hech ovozini chiqarmas edi. Xotinidan shikoyat qilgani kelgan odam o'z-o'ziga shunday dedi: "Men xotinim bergan huzursizlikdan, xotinimning yomon fe'lidan, menga baqirib chaqirishidan xalifaga shikoyatga kelgan edim, toki huzur topayin, uyimdagi janjaldan qutulayin deb. Bu qanday taqdirki, mening boshimdagi g'am xalifaning ham boshida bor ekan. Yaxshisi bu yerdan keta qolay" dedi. U odam qaytib ketar ekan, Hazrat Umar uni ko'rib qoldi va "Nega kelgan eding? Nega ketyapsan?" dedi. "Sizga xotinimdan shikoyat qilgani kelgan edim. Ayni balo, ayni dard sizning ham boshingizda borligini ko'rib, shikoyatimdan voz kechdim. Shuning uchun ketayotgan edim" deb javob berdi. Uning uzriga Hazrati Umar shunday nasihat qildi: "Menga yaxshilab quloq sol. Oilamning menda haqlari bor. Menga qilgan xizmatlari sababli mendan bu haqlarning qadrini bilishimni istaydi. Sabr qanoat bilan qilgan xizmatlari va haqlari quyidagilardir. Birinchidan, xotinim jahannam otashi bilan mening oramda bir pardadir. Ko'nglim u bilan rohat topadi. Haromga boqmayman. Ya'ni u menga o'z xotinlik vazifasini bajaradi. Ikkinchidan, u men uchun uyimning bir muhofizidir, qo'riqlovchisidir. Men uyimdan chiqsam, u uyimda mol-mulkimni saqlaydi. Uyimning bekasi bo'lib qoladi. Uchinchidan, kiyimlarimni yuvib tozalaydi. Uyimning boshqa yumushlarini bajaradi. Uyimning tozaligini, bolalarimning pokizaligini sabr qanoat bilan ta'minlaydi. To'rtinchidan, bolalarimni tarbiyalaydi, ularga yedirib ichiradi, kiydirib yasantiradi. Beshinchidan, u mening ovqatlarimni pishirib oldimga qo'yadi. Shuncha xizmatlarni o'rniga qo'yib bajarib, hech qachon minnat qilmaydi." Hazrati Umardan bu nasihatlarni eshitgandan keyin xotini ustidan shikoyat qilgani kelgan odam: "Sizga qilinadigan bu xizmatlar menga ham qilinadi. Siz xush ko'rib uning ba'zi qusurlarini, kamchiliklarini kechirganingizdan keyin men ham xotinimning kamchiliklarini kechiraman" deb o'z uyiga ravona bo'ldi. Ha azizlar, oila farovonligining siri erkaklarning o'z ayollariga yaxshi muomala qilishlari hamda ularning ayollik xususiyatlaridan kelib chiqqan ba'zi kamchiliklarini kechirishlaridadir. Hazrati Umar radhiyallohu anhuning misollarida aynan mana shuning guvohi bo'lamiz.